أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. Bugünkü dersimizin temisi Bilal radıyallahu ta'ala anhu. Hazreti Bilal hakkındaki. Delafar raculu ila Umayye ibn Halaf. Delafar yani biz daha yakınlaştırdık tercüme kılan. Birisiyle Umayye ibn Halaf'a yakınlaştı. Ve huve fi meclisihi min nadihi fi Kureyş. Şu çağda Umayye ibn Halaf Kureyş'e şu yığılıp oturduğun sorunda oturduğun alet getirdi. Nadi degan bunda bir challa qilib sayda adam yig'ilib o'tirgan bir yer. Yoki shu Qurayshning cho'nglari yig'ilib muzakkir qilib boradigan, suhbatlashadigan o'rinni. Muntada deganmi? Ashunda suhbatlashadigan bir qurultay degandek mana. Shu nadi deb qo'ydi hozir. Nadi deganimiz klublar. Va qala lahu aw ma balagaka al-khabar? Umayya ibn Khalafga debdi. Sizning xabaringiz yo'qmi? Xabar sizga yetmadimi? debdi. قال أمية وما كان من بلطه قال لقد شهدت عبدك بلالا يختلف إلى محمد في ظلام الليل آنا ودمته من سنة مليون بلالنا كرب قلبه قلنا قيغلقنا كودهم دسا محمد من قشغا تخاذر كشنن قرانغلقدا محمد من قشغ كتابات قلقنا كودهم يختلف ديgan berish degan bu. Berish, qatnashish. Ya. İxtilaf ma'nosini kimdi? Ma'vo, masalan darsga qatnashishni ixtilofa ilal ustaz deydi bunda iborat. Ma mutolaani o'qishning maqsadi shu. İxtilof degan so'z shu ixtilof talash tortish jangizlarlar mundalam. Shuni qilmay, buning munda ishlatilish ahvolini biz tajriba qildik. Yaxtilifu ila shayx deymiz. Bu falanning qashib to'lib boradigan manda adam degan ma'noda. Yoki falanning darsiga qatnashgan bola bu. Ma'no yaxtilifu deymiz. Ilavdan keltirishlar. Ha, ilavdan. Anan degani bayatın degandek, gadir degandek. Yoki to'satdi degan ma'no bo'lishi mumkin. Wa huwa khaifun fi mashyatihi. Bu yurish turishining nihoyatda aloqzadligi bilan dakki-dukkiga ketib turibdi ekan. Bir kun ko'rib qolarmikin debchi. Yabdu alayhi al-hadaru fi laftatihi. Uyam yanımda burilib qarashlarda nəhayət ehtiyatcan görünürdü. Və laqad yukhayyalu ilayya fima tawassamtuhu fi wajhihi. Mən onun çırayından küzətgan alamatlarga qaraganda mən şunda xiyal kep qılıwatıdı. Tawassama degan küzətdi degan mən. Çiraydagi ifadəsində sinjilab qarasam mən ma'lum bo'ldi demakchi. Wastaqra'tuhu min halatihi. İstiqra degan asli shu chiroy ifodasidan qilib yani unda qarab baqish degan ma'no istiqra. Mantiqda ya boshqa munda istiqra kelsa u juz'iy masalalarni kuzatib kulli natija chiqarish degan bo'ladi. Tatabbu'ul juz'iyat litawassul ila al-kulli degan. Yana istiqra deganda chiroyni tafsilib ishga tushirib chiqsam degandek ma'no. أنه دخل فيما يدعو إليه محمد. Bunda diqqat qilib qarasam, sarsilib qarasam, u ash Muhammad chaqirayotgan ash dinga kirib ketgandek turdi. Wa kharata fima tahawa fihi kathirun min qawmina fi hada ad-din. Bizning qavm jamoatimizdan nurg'unlari tushib ketgan o'sha dinga qatnashib qolgandek turdi. Kharata degan qatnashdi, kirib ketdi, ishga kirib ketdi degan. Yani bizden kavmimizden nurguna müjden kirip ketken bu mu şu dinin qatnashib qolgandek turdi demek. Tahava degan tushib ketdi. Tahava kawakibu deb bog'i she'rda. Ka'annama taram naqa fawqa ru'usina wa asyafana laylun tahawa kawakibu. Yani tamthil murakkab, tashbih murakkab da bilasiz. Haviya degan masalan cho'nqur hang deymiz-ku. Havoy havas degan o'sha yaqin. Shu havoy havas degan nima? عند أدنى أنغتاش الغناس. قال أمية لمحدثه أمية تزلم فرنسوتان كشجع دده أحقا ما تقول ما دعوتان يكون رسمه وعلى بينة أنت مما تروي سان دعوتان مشو أهوال إثباتن بامو. قال الرجل نعم هذا ولهذا نفضت عليك الخبر. شو من سلجا
Muş xabarni tükep berdimi? Nafada da yaki kalktı diyem. Mesela gizem kalkımız var. Kiyim kalkımız, daskanlı kalkımız. Şunda muş xabarni kıkıp berdimi? Şunda adam xabarni daskanlı aldılar olan tükep berdimi demek. Yani sizligi ma'lum qildim demakchi asli ma'nosi. Va afdaytu ilayka bima ara va sizga ma o'zim to'g'ri topganni deb qo'ydim. Oshkorlik qildik ma'lum. Afdal asli itibadi degan ma'noda. Tutashda itibadi degan. Afda as-sir degan ma'nosi balki afsha degan ma'noda bo'lishi mumkin. Faqat afda ba'dukum ila ba'd. Bir-biringiz bilan shunda birga bo'lgan tursanglar, u mahrni qanday qaytib olasizlar? Lituhaddiba hadal abd. Mushu malayni adablashish uchun men mush xabarni sana yetkazib qo'ydim dedi. Va taqdi ala hadhihi fitna. Mushu fitna fasaqan qarta charik kirib mushuni hal qilish uchun dedi. Mush fitnani yo'qotish uchun dedi. Allati tushaku an yandali'a lahibuha bayna al-mawali. Bu fitninki yalqini malayla qullar arasida tutishib ketgili tas qilayotgan mush fitnani yo'qotish uchun. Indala degan mesela o't ketdi, tutishib ketdi degan ma'noda. Demak, o'sha o'tning yalqini malayla arasida yamrab tarqilib ketishning oldini olish uchun men sana deb qo'ydim. Va qad aqadat sabilaha baynal ashraf. Endi u fitna fasad, ya'ni yangi din hozir isil kishilar, isil zotlarninki arasqa kirib bo'ldi deydi. Tarqashga boshladi. Malayning o'ttirda tarqilib ketib qolmasin, buni chora ko'rish uchun xabar qildim dedi. Infatala Umayyatu min majlisihi ila dari. Umayya o'ttag'an so'rindan o'zining uyiga qaytdi. Infatalgan qaytdi. Ba'zi hadislarda infatala min salatihi deb namozdan farigh bo'lib qaytganda degan. Va inna qalbahu la yahtariqu min al-ghayr. Uning qalbi achchig'idan kuyib ketib qoldi. Ichib ketdi degan. Va huwa ya'idu li Bilalin ash-sharra wal-makruh. U Bilalga qarta yomonlik va azob uqubat bilan chora ko'rishni ko'ngilda planlab shunda qaytdi. Ya'ni degan ta'sis salib deganda kim bo'lsin. Yoki va'da qildi ko'ngilda shunda. Qat to'xtasin, alifonglamsan deb qo'ydi. Vaja'ahu Bilal. Shundan bu qaytgan vaqtida Bilal uning oldiga keldi. Va waqafa bayna yadayhi yattaribu va yarta'idu. Uning oldida bearam bo'lib, g'alg'al titrgan holatda turdi dedi. Yattirib degan bearam bo'lash, yarta'id degan titrash. An ra'ash sharra yalma'u fi 'aynayhi. Nima uchun titrdi? Ana ko'zda yomonlikning g'azab o'tining chaqnab tug'anligini ko'rgachga ishimcha taqildi deb titrib turdi. Wa narul ghayd takadu takhruju uwaruha min bayni janbayhi. Bu achchig'ining, g'azabning, o'chmanlikning o'tining qiziqligi deymiz. Uvar deganda biz qiziqlikka tapti dedik. Qiziqlikka va tapti ikki beg'indan portlab chiqsay deb qilayotgan holatdan, bu portlamay qolgan holatda unda turibdi deydi. Ash Umayya. Qala lahu Umayya, "Ma hadha alladhi balagani anki?" Yaqinda menga yetib kelgan bu xabar nima bu? deb. Va tarama ilayya min amrik. Tarama degan xabar yetdi degan ma'noda. Ay yuqorqi jumlaning ma'nosi shu. Tarama ilayya min amrik. Sening ishingdan menga xabar yetgan bu ishni demoqchi. أحق ما يقال إنك تختلف إلى محمد تحت رواق من الظلام. رواق degan asnosida deymiz. Qarong'ulik paytida asnosida sen Muhammadning qishig'iga birib kelib qatnab yurganliging haqida deyilayotgan gap so'zlar rasmo. Aw sitarim min qailatin nahar. Yoki kunduzning tush vaqti. Tush peshindandir. Ching tush vaqti. Bu Arablarda diğer ispoğan iken kun tiklashgandan keyin kunda qarilib yoki asrgacha emas. Saat 1dan 3gacha, 12:30dan 3gacha degan oraliqda tushda bir uxlaydi. Buni qaylula deydi. Qoida degan shu tush vaqti. Shunda qaylula uxlaydigan, aram oladigan chog'i demakchi. Shu vaqtida hammadan unda aram olib uxlaydigan bo'lg'achqa shuni parda qilgan holatda shu tush vaqtining pardasiga yo'g'ilib turib, o'g'irliqcha unda berib
kelyapti degan gaplar deyilyapti, rasmo deydi. Va innaka amanta bi da'watihi. Uning san tashviqotiga sen ergishib iymon etibsan. Vastajabta ila awhamihi va dalalihi. Uning vahimalari va azg'unliklariga ma'qulda qulluq qilsanmi? Kafiran billahi bil uzza, lat va uzza ash ilahlarga tinibsan. Sabian an alihati quraysh wal arab. Arab va Qurayshning ilohiga tinib dindan chiqibsan. Saba degan dindan chiqibdi demak. Quraysh va Arab ilohiga e'tiqod qilgan dindan chiqibsan. Mush rasmo. Qala Bilal javob berdi. Amma in wasala ilayka ilmi degan mening bilimim degan gap emas. Men to'g'riliq ma'lumot yetib kelgan bo'lsa, vantaha ilayka islami mening musulmon bo'lganligim sana yetgan bo'lsa, intaha ila degan falani yetib keldi ba'di degan. Fa inni la aktumuka anni qad ji'tu Muhammadan fa amantu bi risalatihi. Bunda ahvolda sen bilib bo'lsa, menmo sen nöşümayman, ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etib, şuna qışıq berib, peygamberlikka ishondim. Va saddaqtuhu fima yad'u ilayhi. O'zi chaqirayotgan shu islom tashviqotiga ishondim. Va la alayya ba'da an haddathtuka an ya'lama an-nasu jami'an amri. Va la alayya degan sana men ashuna iman etganligim haqida so'zlab bergandan keyin butun xaloyiq bilib ketsamda parvoyim yo'q. Bana hiç gap olmaydı. Xudodan parvoyim yo'q demadi. Parvo qilsam bo'ldi degan. Qala Umayyetu aw ma alimta annaka mamlukun fi yamini. Sen mening qo'l ilkimdagi bir odat mamluk hisobidagi bir malay ekanligini bilmadingmi? Yamini degan qo'limda ilkimda demadi. Wa abdun raqiqun ka baqiyati mata'i boshqa narsa keraklaringa o'xshashlam mening qo'limdagi bir mulk bo'lgan bir qul ekanligini bilmadimmi? Raqiq deganmi, mamluk deganmi? Wa inni min yawmi an ishtaraytuka inma ishtaraytu jismaka wa aqlaka. Men seni sotib olgan kundan tortib sening jismingni, aqlingni hammani men sotib oldim. وتملكت روحك وجوارحك سنن روحنا يعني معنوي دنياڭنى bütün beden a'zolaringni hamma vujudingni setib oldim. وانه لا قدرة لعقلك ان يعتقد ما يشاء. Şuna senin aqling xohlagancha e'tiqod qilolmaydi. ولا لتفكيرك يذهب ان شاء. Senin tafakkuringmi xohlagan yerga ketib qolmaydi. فما هذا الذي تجاوز به حدك. Şuna nemanchi bunda kirangla berdingdashib ketsa va takhruj bihi ala din sayyidik. Sen xo'jayiningning diniga qarshi chiqib, yoki dindan chiqib borsa, bu nimadan? Qala Bilal, amma inni abduka va asiruk. Endi men sening maliyang va qulonga bir asirga o'xshash bir quling va xodimuka va mavlaka. Yani xizmatching va maliyang. Fada ma la unkiruhu alayk. Yani buni men sen qarta inkar qilmayman, ras men maliyam. Walau amartani bi qat'i wadin musbi'in fi jawfi adh-dhalam la fa'altu. Navada meni mush qarong'u kechida yirtqich hayvonlar qoplab ketgan bir jilg'ini besib o'tgan desam, albatta men buyruqni ijro qilgan bo'lardim. Vadi musba' degan Siba' yirtqich hayvonlar bo'lgan sizlarniki yoki vadi. Ayna xatarlik yoki berib kelmayishni bijib kel desam, men yirtdim. Aw kallaftani hamla al-ahjar fi masha'i adh-dhahirati lama shakal. Yoki shu vaqtdagi masha degan shu vaqtdagi yo'l mashda ig'ir tashlarni ko'tarishga buyurgan bo'lsam, men shikoyat qilmay datlamaydan ijro qilgan bo'lardim. Amma aqli va fikri, amma aqlim, fikrim, tafakkurim, ma'naviy dunyoyim va aqidati va iymani, aqidam va iymonim fa hada alladhi la yaqau tahta sultanik. Bu sening huquq doirangga kirmaydigan narsa bu. Sen egolanmaydigan narsa. Va la yadkhulu fi hawzatika va la imkanik. Sening qo'lingdagi imkoniyatga kirib qolmaydigan, sening ilkenga, egilikingga kirib qolmaydigan narsa. Havza degan ilki, egiliki.
وَمَا يَضِيرُكَ مِنْ إِيمَانِي وَإِسْلَامِي Mening imonimda, islomimda sana nima ziyon keladi? وَمَا يَهُمُّكَ فِي أَنْ أَمْلِكَ عَقْلِي وَتَفْكِيرِي Men o'zimning aqli, tafakkurimga o'zim egolab qolgancha, bir narsani o'ylab qolgancha e'tiqod qilsam, sen nimanda bundan g'am yeb ketsa deganman. Ya'ni sening nima ishing buning bilan degandik. Sen uchun muhim emas bu. Ma'dumtu qayman ala xizmatika hafidan li ahdik. Sening xizmatingni qilib turayotgan bo'lg'achqa, ikkining o'rtadagi xo'ja va malay ahli paymoniga rioya qilib kelayotgan bo'lg'achqa, mening aql tafakkurim qanday bo'lsa, sana nima ziynan demoqchi. Qala Umayya va qad sara ta'iruhu va haja haijuhu. Umayya debdi, maganlarni ekan, buning rasmi judun tutdi. Sara ta'iru degan, buning qo'zg'ildigan shu g'azib bo'ladi, nima bo'lsa rasmi qo'zg'aldi. Va haja haiju degan bu shu anda. Qo'zg'ildigan narsa rasmi qo'zg'aldi degan ma'noda. Arvoy ishda judun tutdi degan ma'noda. Lasta ayyul abd illa mamlukan li min mafraqi ra'sika ila ahmasi qadamika. Ey qo'l debdi. Sen shu cho'qongdan tartib putingning shu tapanning o'ttirsan bu ahmas yani. Yani tapanning necha demakchi? Cho'qongdan tartib tapanning o'sha o'ttirsa egiziyavog'i shu ahmas qadam. Shu tapanning necha yani sen butun vujuding bilan mening malimsan deydi. Wa fima bayna zalika min aqlika wa tafkirik. Cho'qong bilan butun arlig'idagi butun aqling, tafakkuring hammasi hatta qulayjati qalbika hattaki qalbingdagi aramsizlikni deydi. Xalay deganda ko'ngil kelgan o'y tafakkur bearamlik degan ma'noda. Va xatarati nafsika. O'zingni kallang kapamda bir xiyol o'y degan xatarat degan. Va hamasat lisanik. Ham tilingning unda pishirnishidan tortib, hammasi mening mulkim deydi. La tamliku min kulli zalika shay'a. Ashunang hech birsini sen o'zing egolanmaysan. Wa sa'udhiquka min alwan al'azab wa durub an-nikal. Men pat arada hozirlan degan sen yemishadi. Pat arada hozirlan sana turlik azab uqubat va jazolarning ta'mini tetqizman. Nikal yamma azab. Nakala min Allah. Durub deganlar turlari dedi. Hatta astallama ta'taqiduhu min qalbik. Oxiri men sen azoblab qilib, sen dilingda e'tiqod qilgan aqidani dilingdan men sug'urib olaman. Astalla degan sug'urib olish. Shu sulala deymiz-ku. Shu birimning jamoatining pushtidan bo'lgandan sulala deymiz. Va umazziqa nasija ma tatawahhamu bayna alfafi sadrika. Maydonning qatma-qat lipapillari orasida sen vahima qilib kelayotgan narsaning to'qilmasini men titritmaymanchi. Bundanda sen yurkingda, qalbingda e'tiqod qilayotgan ajnasiningki nimasini parchalatma, e'tiqodingni parchalatma deganda kelgan. Nasij degan to'qilmasa masalan, alfaf degan qatma-qat masalan o'rilib ketgan narsa demakchi. Ya'ni xuddi qalbi hozir qovurg'ular, go'shtlar, necha qatning ichida bo'lgandek, ana shu dilida e'tiqod qilgan narsa to'qilma o'xshab, ash to'qilmani men titratman demoqchi. Ijtitman degan. Summa hajama alayhi mughidan muhtaja. Sho'lan mushgan ixtilof uni achchig'ida darg'izib kelgan holatda hujum qildi, etildi. Azizan qodira ham xalqini qila oladigan qo'lda qudrat ba'alitda etildi. Yani azoblaydigan. Ghalidal kabid jigiri qilingan bizning vaqtimizda bag'irtash deymiz-ku. Bag'irtash degan so'z. Uyg'urcha ba'zi jigiri yo'q deymiz qo'rqinja. Ha? Ya namart degandek jigiri yo'q deymiz-ku. O'sha ghalidal kabid degan va jigiri tom yoki jigiri qilin degan gap shu bag'irtash, ya'ni yumshoq emas. Bag'irtash bilan shadidul wat'a zarbidar degan. Wat'a degan besen, dassash, izish degan ma'noda bo'lsa, shadid degani shu qattiq izitadigan, demak zarbidar holatda. Va shadda wasaqahu, uni bag'ildi. Fashuddul wasaq deb Qur'on Karimda.
Vataq degan ağamcha yoki chigirgan narsani. Shadda degan tartib bog'ladi degan. Va qayyada yadayhi va rijlayhi. Uni ikki putini va ikki qo'lini bog'ladi. Qayyad degan shadda vataq degan gap shu. Va dafa'a bihi ila as-subyan fi batha'i Makkah yatala'abuna bihi va yaqdifunahu kal-kurati. Şu uni bog'lab, put-qo'ldan chambarchas bog'lab, shaqolliga beribdi. Makkaninki sayliqida. Batha degan shu Makkaning sayliqi bo'tdi, shuning ismi. Bu hadislarda ko'p chiqadi. Bathada. Bizning jutlik saylarimiz bor-ku. Yemitning sayi, cho'loqning sayi, endi sayli bor. Ma Makkalik sayning ismi Batha. Yatala'abuna bihi shu kichiklar o'ynab, uni to'pga o'xshashanda tepa o'ynashga tashlab turibdi. Va yadfa'unahu kasaqatil mata' uni keraksiz, qimmati yo'q narsa keraklardek ishtirib tepib o'ynashga tashlab turibdi. Saqatil mata' degan narsa keraklar. Saqat degan bekerak, lozim bo'lmaydigan, tashlaydigan narsa degandekman. وعاد أمية في أعقاب يومه إلى بلال. Şu günümde keşte Umayya Bilal'ın kaşı qaytib keldi. Yeşhadu masra'al iman fi qalbi. Bu kelgan çağdan da Bilal'ın qalbida mush imanning asta nuri o'char. Bu bo'ldi, tavba qildim men ikkinjamda. Buni aqlsizlik qilmayman. Mana shu sinov dinini qaytdim deb imanning o'limini bir ko'ray deb keldi deydi. Masra degan o'limi deydi. Va yara mablag'al azabi min nafsihi va jismihi. Azab uqubatning uning ko'ngli va jismiga, ruhiy tarafdan bo'lsin, jismoniy tarafdan bo'lsin, naqadar ta'sir qilganligini ko'ray deb keldi. Walakin madha asa an yablugha al-azab min nafsin aslamat lillah. Lekin o'zini barlig'ini shu Allohga topshirgan bir kishining nafsida u azab qanchalik bir ta'sir qilib ketadi. Va wajjahat wajha lillah. Butun vujudini Alloh taolo yuzlantirgan. Vajha degan zot degan ma'nosi. Yuzi emas, ya'ni butun barlig'ini zot demoqchi. Va yabqa wajhu robbika zil jalali val ikram. Yani zat robbik. Wa mal qayd wal aghlal kishalla taqatlar. Qayd degan kisha, aghlal degan taqatlar. Wa mal kayd wan nikalu har turli azab uqubatlar. Sizdaşım kayd degan suiqasd qilib nima qilishim. Lekin yerdan da har turli kishnashlar, azoblar bijanib halovatil iman allati zaqaha. O'zi ta'min qilgan ash iymonning halovatining qishida nimitda bo'ladi. Ta'min qilgan iymonning qishida unda kishan taqaqlan nimitda karqilamda. Va ni'matul islam allati yan'umu qalbuhu biha. O'zining dili o'zir halovatiga erishgan islom ne'matining oldida u kishan taqaqla nimitda karqilamda. قال له كيف وجدت العذاب يا بلال؟ بلال عذاب uqubatlar qandaroq turdi deb so'rabdi. أخير لك ما أنت فيه من هم وبلاء. Sen mushunda dalil tatiyotgan g'am qayg'u sinoq ig'ir azab uqubatlar bu sana yaxshimi yoki am audatun ila lat wal uzza yoki lat wal uzzaga qaytganing yaxshimi? Qaysi yaxshi ekan debdi. Va kufrun bima jaa bihi Muhammad. Lat wal uzzani dini qaytib Muhammad irkagan diniga tanig'ini yaxshimi ekan? Va ma yaz'umuhu min din. Muhammad da'vo qilib chiqqan o dinga tinishing yaxshimi ekan? Fa nadara ilayhi nadratan jama'a fiha kulla ma tatwihi nafsuhu min ihtimalin lil adab va isti'dadin lil bala. Şu an bugun olamken Bilal onunla şunda bir qarabdi. Lekin ash qarashida o'z vujudida tatviy degan o'z ichiga olgan dedi. Qatnashgan bu tatviy degan, ha? Qatnashgan bundan qatnasak bu yo'ganning ichiga kirgan bir narsa. Demak, o'zining ko'nglidagi azob uqubatga bardosh qilish va sinoqlarga tayyor turish degandek butun mazmunni o'z ichiga olgan holatda shunda bir qardi dedi. Demak, ashuni qarashida
tashlagan nazarda shu mazmunlar hammasi bor dedi. Va ihtiqarun lima yuqi'uhu bihi Umayyah min ta'dib va idza. Ya'ni uning tashlagan nazarda Umayya ona shu tashlagan azob uqubat va azar shu narsalarga qarata mazid nasihati ko'zgilmaslik. Bunchalik azob uqubat degan nimaga men iymonimni qo'dayman degan tariqada bunda qardi. Va ka'annahu yaqullahu xuddi uningga bunda da'vat qildik. Qad tamliku sawta tanalu bihi jismi. Sen mening jismimga azor olgan, qamchilaydigan bu qamchiga ega bo'la olishing mumkin. Wal habla taghullu bihi unuqi va rijli. Mening bo'ynimni va putlarimni bog'laydigan ag'amchiga ega bo'lishing mumkin. Ballaka sahmul ladhi tastati'u an tusaddiduhu ila nahri. Mening bo'ynimga nishonlab atadigan o'qni qo'lingni bo'lishi mumkin dedi. Va sayfa tadribu bihi unuqi. Mening bo'ynimni chapadigan shamsharmi qo'lingni bo'lishi mumkin. Va amma an tamlika aqli va qalbi. Lekin mening aqlim, qalbim va butun vujudimni unda ega bo'la oladigan va tahtakima fi dini aqidati, mening dinimga, aqidamga sen hukmronlikqa ega bo'lash mushi bo'lsa sening butun qattiq qo'lliqingni erishmaydigan narsa shu dedi. Batish degan qattiq tutib jazolash uchun qattiq tutishgan. Inna batasha robbika la shadid. Demak jazolamoqchi bo'lib shunda tutib yulib olsa batish bo'ldi. Demak sen qattiq qo'lliqing bilan erishmaydigan narsa shu. Va durvatu allati la tastati'u an tarqaha bi quwwatika va sultanik. Sen o'zing huquqing, kuch-quvvating bilan chiqolmaydigan cho'qim shu dedi. Durva degan halma cho'qsi. Qimma deganda. Tarqa shu o'rlab chiqish. Shuma mazada ba'da nadaratihi ala anqal. Demak ashunda mazmunda shuna qarabdi. Qaragandan keyin ondan ortiq gap qilmay faqat lam ahadun ahad debdi. Yani ortiq gap qilishmi madarim qilmoqchi. Ya'lanan li sayyidihi bi annahu sayadallu ala tawhidihi va iman. Bu o'zining xo'jayiniga jakalgan holatda, nima jakalgan holatda men o'zimning tavhididan, iymonida, aqidamda va to'liq Alloh taolo taslim bo'lishimda, bo'ysunishimda muddatching turman deb jakalab qo'ygan holatda ahad dedi. İz'an deganimi bo'ysunish, islom degandek. Men bir Alloh bilan e'tiqod qilaman. Ullatul uzza va nasan kutaman, unutmayman degan. Ve in taradafat alayhi durubul mihan. Mihan degan sinoqlar. Durub degan turlari edi. Sinoqning turlari orqadan uning beshikasimi, taradafat degan orqa mingishib kelgandir. Vastaqbalatu sunufal bala. Bala deganma sinoqlar, baloyafatlar deganma. Shu mihanga o'xshash. Sunuf degan durubga o'xshash. Istaqbalatu degan oldiga chiqsimi demoqchi. Ya'ni pishirsinmi, beshikasimi degan. وطلعت الشمس في اليوم الثاني قوية ملتهبة. İkinci güne quyosh nayt qushliq qiziq nurni chashgan holatda chiqdi edi. Multahib degan lavuldigan. Va basatat ash'atuha ala sahra. Uning nuri sahraga yeyildi, tardi. Yani sahra tushdi dedi. Fastawqada adimaha. Şunlar sahranın yüzüne yaktı dedi. Xuddanda üstüge bir ot tutaştırgandek. Sahranın yüzüne şunda kumlu attı. Bu kumluğu ot tutaştırıp bunu lavuldatgandek. Adim degan aslida teri olsa terinin beden iç tarafındaki kısmını adim deydi. Sirtini ihab deydi. Asli. İhab degan sirti, tashqi teri. Yani terinin iç tarafı ama bedenge tutup durgan tarafı adim. Peki işkilesem de şu tashqi terisi beden yüzü degan ma'noni ishlatib. Beden degan sha'ni degan yo'q. Shu teri degan ma'no. Shu teri degani balkamda sha'nda ishlatgan bo'lsin. Demak bu sahroninki yüzü üst tarafini o't yoqib qizitgandek qizitdi deydi. O't yoqqan. Wattarama bin nari ihabuha. Tarama degan yandı degan bo'ldi. Demak uning usti, yuzi, xuddi terisi degandek endi. O't bilan yenib ketdi. Endi qumliqqa qattiq optab tushsa, odam dastigan bo'lmaydi. Ko'ydirgan holat bo'ldi. Yalan oyoq mang'ulmaydi.
وجاء أمية ببلال شلون مشندا قملق قزغان كويسدا çıkan vaqtida Umayya Hazreti Bilalni elib keldi. فأضجعه على الرمضاء شو uni ramda degan nima? Shu qattiq aptaqni. Yoki aptaq bilan qizg'an shu qumluq deydi. Shu ustiga yotqizdi deydi. المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار deydi. Ramazon deyapmi? O'shani kelib chiqqan deydi. Shu chaqda oyga Ramazon oyiga ism qo'ygan chaqda shu oy shunda qumluq aptaqdan qattiq qiziydigan shunda bir vaqtda kelgan bo'lg'achqa Ramazon deb atalgan. Endi rivoyat bor. Va ata bi sakratin atiyatin. Sakra degan quramtosh. Atiya degan adam kitobi bo'lmaydigan shunday yo'g'on demakchi. Qur'on karimda bor atiya. Bo'ysunda bo'lmaydigan, to'xtatib olmaydigan degandek ma'noda keladi. Demak, bu yerda kitobi bo'lmaydigan yo'g'on bir quramtosh ekan. Fa araqaha ala sadri. Siznikida araqaha ma? Xatolik bo'lishi mumkin. Araha bo'lishi mumkin. Ya'ni uni maydisga tashladi, qo'ydi degan ma'noda. O'rinlashtirdi, joylashtirdi degan. Lekin araha deb bunday kelmaydi. Zalla Bilalun bayna Ramada'a multahibatin va sakhratin thaqilatin qatiyatin. Sonra Bilal chiqqan o'tirib qoldi. Lavda benib turgan qizlik qum bilan qattiq ig'ir quram tashning arliqida qisilib qoldi. Va fima bayna zalika shams taqzifuhu bi sihamiha. O'shkan o'tirdi-da, ikki tarafdan anda qildi, yana uning arliqida yana borsa quyosh issiq o'qlari bilan uningga quyoshdan tartib etilib turdi. Demak, tigi bir qizib ketgan qum, usti ig'ir tosh, andan osmondan qiziq oftob tushirayotgan quyosh bor dedi. Va riyahu tuzji ilayhi gubaraha. Shamollami ash Bilalga sayninki bo'xonoqlarni, chang tuzonlarni haydaydi dedi. Gubar degan nima? Chang tuzaq, bo'xonoq yoki. Tuzji degan ittirdi haydaydi. Qur'on karimda bor, yuzji sahaban. Yuzji sahaban. Yani bulutni unda haydaydi demoqchi. Walakin kull hada وبلال لم يغير حرفا من الكلمة التي أصبحت شعاره. Muş işlerin hemmisi bolaqlıq dedi. Şunda turuluqmu? Bilal özünün şuarı ayrılıp ketken aş sözünün bir harfini özgerttin yok. Bu vazimette ahad. Ve aqidetehu ve unvana islamihi ve iman. Özünün aqidesi ve Müslümandaçılığının imanınınki unvanı bo'lib ketgan, shuar bo'lib ketgan, ahad degan so'zning bir harfini unda o'zgartib taqmini yo'q. Vallohu allazi a'buduhu. Ahad Allohul vahid. Men ibodat qilgan Alloh shu va atavajjahu ilayhi. Men yuzilgan Alloh shu va vallazi aqsuduhu va a'tamidu alayhi. Men ko'zlaydigan va men tayinadigan Alloh shu. La yadiruni hadal adab. Bu azab uqballa menga ziyon yetkazmaydi. ولا يزحزحني عن الإيمان به هذا العقاب. أش الله تعالى إيمان كالترشن üçün bu azab uqbatlar meni tuğan mevqadan tevirtenmeydi, ittiretenmeydi, sürütenmeydi. Faman zuhziha minar ve udkhilal cennete faqad faz. Zuhziha degan tuğan joydan ittiretib, so'rab tatitish, ittiretish. Men turgan mushunda noch mevqadan bu azab uqbatlar meni uyanmanga ترتميدو أحد والله وحده الذي أستدفع به البلوى. من bütün balay afatlarga qarta taqabul turib o'zimni qo'llaydigan zot o'sha Alloh deydi. Men Allohga tayinib o'zimni qo'llab bütün balay afatlarga qarta mudafi ko'raman. Va altaju ilayhi fil mihnatil kubra. En cho'ng hal qilg'u sinoqlardimi men Alloh taolo bilan panohlanaman. Va in daqat manafidul amali. Umid eg'izlari, umid yo'llari taqilib ketgan ahvoldimi dedi. Bütün arzu umid eg'izlari taqilib qolgan ahvoldimi? Va rattat hibadur raja. Umid ag'amchilari ko'nirab chirib ketgandimi? Men yana cho'ng sinoqlarda Alloh taolo bilan panohlanib daldilnaman. Rastat degan, asli rastat degan ko'na maskinimi
hay'a rasta deb qo'ydi. Taqtirqina, ko'na, avarmında ifodalash bor. Rastul hal, taqtirqina deb bayrana deganda. Kiyim-kechak rast bo'lsa, bu ko'nrab ketgandek bir narsa. Hibaliga ag'amcha. Ahadun ahad, vallohu wahdahu allazi ba'atha Muhammadan rasula. Allah o'zi Muhammad sallallohu alayhi vasallamni payg'ambar qilib yuborgan zotdir. Va murshidan amina, yana omonatlik yetakchi qilib yuborgan zotdir. Va min na'mahu alayya an kuntu min tabi'ihi. Endi men ashu zotninki agashkuchilardan bo'lganligim menga Alloh taolaning qilgan ne'matidir deydi. Ya'ni ne'matining jumlasidan men ashu zotga agashganlardan bo'ldim. Va min muhibbihi va muridihi. Ve yana uni so'ydigan va uniga ergishgan murid degan gap ishada davomli shuni qashib berib, shuni ta'limlab ergishganlar demakchi. Xuddi mana so'qilmamda murid qirg'an o'qidi, ular Rasulullohni ustoz tutgan demakchi. Demak, men shuni xalab shuni qashib boraman demakchi muridi. davomli shuni qishga borgan odamni murid deymiz. Va kafa'an li hadhihi an-na'ma sa'asbiru ala hadha al-bilad. Ana mushu katta ne'mat, mushu katta ne'mat shukronish uchun shunga qarshilik men mushu sinabqa chidayman. Va asmudu lidalika al-qada. Mushu taqdirga men bardoshlik beraman. As-samada degan chidab turdi, qarshi turma, taqabul turma degan ma'no. Men shunga qartaman, chidab turma demoqchi. ثم ما زالت الأيام تتوالى وتتتابع. شغلان كين عندن مش نقشنا إسلا كلها أتاورتو آقاقدن كليواده ديدو. أجاب عقوباتن ترلرمو آقاقدن كليواده. وأمية ما يزداد إلا غيظا وحقدا. أمية bu texmo açığı kelgen, texmo çizibaslık, texmo zahirxandılıkka olib ketib bordi deydi. O'zining qulini dindan durmaydigan faqatlamamda chorasi qilib chidayolmagan. Va ma yalqa min Bilal illa sabran wa ihtisaba. Bilaldan faqatlam sabr qilish va ajrni Allohdan kutishdan boshqa narsani ko'rmadi bu. Ihtisab degan buning ajrini Alloh taolo bilan hisoblashib Alloh taolodan olaman degan. Men qama Ramazon imanan va ihtisaban degan savol. حتى كان أبو بكر يمشي يوما في بعض شعاب مكة. تاكي كلها أتابر من بوكنا بعد بلال عشان شداب تري بعد آخر بركنا أبو بكر مكة بر جلسة يا بتغبغلرنا برسنا من كتباسا فإذا بلال يئنه من آلامه بلال özünün dert alamlardan vaysirattı, incirlattı. Da bundan sonra yani demiş. Anne. İngirde anda vajanda yatqalat etti. Ve yetelavva fi mihnatihi. Yetelavva diyen bir arambulat etti. Tulgunat etti. Mihnati diyen aşı igir. Azap uqubat sınaklarda tulgunat etti. Ve Umayyetu vakifun amamahu fi kibrihi ve cehlihi. Umayye bunun aldıda tekabburluk olan, aramzalik olan ve konukarlık olan ve zumugerlik olan ve asafi diyen mesela zumugerlik insan olur. Zalimlik olan ve zumugerlik olan onun aldıda onda aramzalik qilib turib uni qarab turibdi. Ve kennehu qad shufiya min g'ayrihi. Xuddi uningki ko'ngildagi achchig'i, g'azabidan qutib ketgandek, xalos bo'lib ketgandek. Aw atfa'a waqdatan min al-haqd bayna janbayhi. Qo'shqidagi yoki ko'ngildagi chidamasdan vallad qilgan unda yo'rgan bir o'tni o'chirib olgandek endi. Ece dardın çıktı degandek alatda turtdi. Fa adrakat Abu Bakr'in ar-rahma. Şuna Abu Bakr bunda o'tib ketib berib, bu ahonni ko'rib Abu Bakrning istashliqqa keldi. Va taharrakat fi nafsi banatul atf va shafaqa. Endi ko'nglida o'zining mehribonlik qo'zg'aldi. Banatul atf degani bu bunda iborat. Banatul afkari deydi masalan. Ko'ngildagi ba mehr shafqat tuyg'usi demak. Mehr shafqat tuyg'usi shunda hareket qilib, qo'zg'alib, faqala li Umayya debdi. Hatta ma tatruka hadal miskin gharadan li adabika va hadafan li balaik. Qachongacha bu bechorani o'zingning ashu azoplash va qiynashlarga nishon qilib mudavar qilsa, g'arad va hadaf degan gap chiqib turadi. Nishon.
Xuddi sen bir narsani etib o'ynagandek, azab uqubat obyekt qilib olsa degandek masalan. Va ma hadduka min hadal anini tasma'uhu. Sen anglayotgan mushu ingrash, vaysirashdan sen nima foyda olasan? Va min hadi dumu' tab'atuha min ma'aqiha. Aş ko'zdan sen aqtirayotgan mushu yoshlardan nima foyda olasan? Mush qilmasdan. Ma'aqi degan mavqninki ko'pligi. Ko'zdan olsan quyruqi. Ko'zning oxirgi quyruqni yoshmanda saqib turgan yog'i, yosh eqib turgan, shu saqib turgan ko'zning quyruqini ma'aqidi. Ya ma tarafdan, ya ma tarafdan. Ayya jurmin iqtarafahu. Nima jinoyat qildi bu? Va ayya ismin irtakabahu. Nima gunoh qildi ikkisi bir ma'noda. Ay jurmin iqtarafahu va ayya ismin irtakabahu. Nima jinoyat qildi, nima gunoh qildi demak. Qala Umayyatu fi salafihi va g'ururi. Umayya o'zining cho'ngchilik bilan, salaf degan cho'ngchilik, takabburlik va g'ururihi va ujbihi va khuyalaihi. O'zining naati tamanna qo'yishindamiz va ujb degan. O'zim shunda bir nochadam debda muqimni. Khuyala degan umi cho'ngchilik, takabburlik. Hada abdi va mulkamini. Bu degan mening qulim, ilkimdagi bir narsa bu. Va adibuhu kayfa asha. Men uni xalqincha azoblayman va utliquhu mata asha. Xalqa vaqtimni qo'yib olayman. Va ma awqa'ahu fi bala'ihi. Uni mush balaga tushirib qo'ygan narsa. Va jarra alayhi asbab ash-shaqa'i. Uning bunda baxtsizlikka sabab bo'lib, musholatga so'rab akagan narsa boshqa narsa emas. Faqat ular sen va sening amroying. Illa anta va sahibik. Sen va amroying degani Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Bu ikkin sabab bo'ldi shu unda qishinilishga dedi. Va ida kunta mushfiqan alay, sen uning için argan bo'lsa, istashq qilayotgan bo'lsang, va hadban alayhi deganmi, sen unga istashq qilgan bo'lsang, fadunakahu ishtarhi. Dunakahu degan degan unda bo'lsa degan. Dunakahu degan uni hargiz tashlab qo'yib qo'ymamiz. Misha setiliblam ko'tarib ketgan. Sen bakamda ishing og'rib, istashqilgan kelgan bo'lsa, fidokorlik qilib, pul berib setilib, olib ketamiz mana. Qutuldirib qo'y buningda. Dunaka degan bosh qo'yatma, tashlab qo'yma degan. Arablarda bunda ishlatgan, ilayka anni deganlar. Va khallisu mimma huwa fi. U azoblanayotgan mushu nimadan qutqizib qo'ygan emas. Amma madama hadal abdu fi mulki. Sen qutqizimsan, bu mening egilikimdagi bir qul bo'lgan ekan. Falan arfa'anhu al-adab. Bo'ldi qilayotmayman bu qishnashni. Hatta yauda ila Lat wal Uzza. Taki Lat wal Uzza e'tiqodi aqidasiga qaytmoqcha bo'ldi qilmayman. Xalsan setolib qutqizib qo'yamiz. Va intahazaha Abu Bakr fursatan yukhallisu biha Bilalan min mihnatihi. Abu Bakr Bilalni beshakaga mush kulfatlardan qutqizish uchun fursat deb bildi. Mush fursatni g'animat bildi. Va yarfa anhu azab sayyidihi. Ash Bilaldan o'zining xo'jayini bo'lgan ash Umayyanninki qishnasini ko'tarib uchun bir fursat deb bilib, faqat Umayya debdi. Qad ishtaraytuhu minka. Bo'ldi, endi setib oldim seni. Degan bahada setib olgan. Qimmatroq desam, setib olgan. Yani ya da bağ manç pulu bu dengeldi ya da cümle. Lekin şu çağda manç pulga aldım. Şu pulu aldım da pulum kaçtı da tuzak. Kim adamlardı mı bu mesela? Şu bunun cereyanı var. Lekin ya da çıkıp Abu Bakr set azat kılıverdim. Nasıl şu? Lekin ma tafsilatınızı bu uzrak ediyordun. Netçe cereyanlı bağımdarlar. وَلَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ أَنْدَ هَذَرْ اِشْتِمْ خلمايتان دمان setvaldım. وَأَمَّا أَنْتَ يَا بِلَالِ sen أَمْدُ بِلَالِ sen kâsek fakat أَعْتَقْتُكَ حِسْبَةً لِلّٰهِ وَاَتِجَارًا seni ben Allah Teala'ya ihtisap kılıp ecrimini Allah'tan kütken halette seni azat kılıp ettim. İticaran diyen ecir tilgen halette ihtisap manası şu. Hisbe lillah diyen bu şu ihtisap. Yani xuddi bunun savabını ben Allah Teala'dan hesaplışı olaydım. Bunda kılıverdim yani. Hada Umayyetu hada Abu Bakr. Mana bu Umayya ra'sul kufr. Ve hada Abu Bakr. Müminlerin en gültacısı. Hada mu'minun ve zâke kafir. Ma hu mu'min, ma hu kafir. Ve hada barrun ve zâke fâcir. Ma hu yakşadam, ma hu usal. وَقَدْ سَجَّلَ اللّٰهُ عَاقِبَتَهُمَا Allah Teala bu ikisinin akıbetini yazıp kaldı dedi. Yani ayet arkalık 3 mesalette kaldı dedi.
وَفَصَّلَ فِي أَمْرِهِمَا ularning meselesi haqida tafsili bayon qildi. فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى men sizlarni lovillab turgan o'tdan ogohlantirdim. La yaslaha illa al-ashqa uningga faqat lamash eng badbaxti chirdo dedi. Allazi kazzaba va tawalla bu badbaxt qaysa Alloh va Rasulni yolg'on chiqarib iymondan yuz o'rgan. Ash Umayyadni xalaqni demakchidir, ha? Wa sayujannabuha al-atqa eng taqvodor bo'lgan ash mu'min do'zax kirmay uningdan nere bo'ladi dedi. Allazi yuti malahu yatazakka bu atqa kim desa mal mulkini sarf qilib poklanadigan zot dedi. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza endi bu atqa mal sarf qildi. Mal sarf qilishda birisining bir yaxshilik qilib uni yandirish uchun qilgan narsa emas. Uningga bir minnat qilib, men senga bunday yaxshilik qo'ygandim, men bunday yandirib deb, u bunday yandirib qilgan ish emas bu dedi. Ya'ni birasi unga bir yaxshilik qo'yib, bu yaxshilikni qaytarish uchun qilgan ish emas bu. İlla ibtigha vajhi rabbihil a'la. Faqat shu Parvardigorining roziligini ko'zlab qildi. Vajh degan o'sha roziligi. Wala sawfa yarda. Zo'rkin bu Alloh taolaning hisob qilishgan chaqda, Alloh taolo buning mukofotini bergan chaqda bu shu chaqda rozi bo'ldi. Xuddi o'sha biz hisoblasak, hisob qilgan chaqda haqqimizni to'liq olsak biz rozi bo'lamiz-ku. Hazreti Abu Bakr'ning Alloh taolo ajrini hisoblab bergan vaqtida to'liq rozi bo'ldi. Demak, yani Alloh taolo katta ajr berdi. Wa shattana ma bayna ar-rajulayn. Bu ikki odamning o'ttirisidagi farq nima degan cho'ng. Wa ya bu'da ma bayna al-aqibatayn. Bu ikki kishi duchar bo'lgan oqibatning oralig'ini farq nima degan cho'ng. Vallohu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك